Assalamu alaikum, hurmatli Bag'astur Qirg'iziston kanalining ko'ruvchilari. Biz Toshkentdagi Qibray rayonidamiz. Hozir biz 7 yoshdagi KGB bag'indamiz. KGB kenguru mushtun jashi butosi deb aytiladi. Mana shu 7 yillik baqdamiz. Bu yil ushul baqdan 1 gektardan 30 million so'mlik tovar satışıptır. Hozir buna ushul ko'rinib turgan oldingizlardagi skina degan sort, asli qadimki vishnya. Ushul vishняga qo'yilgan KGB bag'ini ko'rib turasizlar. Bo'yi oshib ketsa 3 metrgacha. Bu yerda qadimgidek og'izib sug'oriladi ekan. Murda keyin tamchilatib sug'orsa kerak. Hozir endi qadimgidek astidan og'izib sug'oriladi. Buna ushul metodni sunuştab kelatman sizlarga. Mana shunday metod bilan gilas baqila turgan bo'lsangizlar, demak, kelajakda bo'ladi. Bu sapat o'ta miqti bo'ladi, o'ta cho'ng bo'lgan gilaslarni olganga mumkin. Ko'ringizlar bunga. Mana ushul gilasni terish uchun bir adam bir kunda 200 kilogramga cheyin ter oladi. O'zingizning gilaslarda bo'lsa, üstüne chiqib atib, kechgacha arangizga 70 kilogram tersangizlar, uni bir kunda 200 kilogram ter olasizlar. Buna shunday yeyilib, bunga. Bunday qarmilab, tars iki qo'ldan ishtaydi buni. Iki qo'ldan ishtaydi, terib olsa bo'ladi bunga. Mana shu yo'lni sunushtayım. 1 gektar yerga 1000 dan 2000 gacha batırsa bo'ladi. Hozir bu vaqtning arasi 4 ga 2 aralıqda tegilgan. Aralig'ini ko'rib turasizlar, o'ta yaqin, bir-birine meshayt etmaydi. O'ta ыңгайлы, tergenge dag'i, darlag'inga dag'i bardigi ыңгайлы. Men sizlarga o'sha metodni sunushtayım. Soyada turishga qiziqyapsiz-da, bilyapman. O'rtaroq o'ting. Gapiring. Garmerda keldingizmi? Keldik. 3-yilda kesganimizdan keyin bular o'sib chiqqan mana. O'sib turib, matgacha kelgan mana. To'xtagan joyi, ko'ryapsizlarmi? Ana. Bu kalsiy hosil bo'ladi mana, ajraladi bu yerda. Kelishdingmi? Bu yoqda biz meva olganlar mana shu pastidan ko'p kurteliklar bor. Bitta emas, 2-3 ta kurteliklardan meva olganmiz biz. Ana. Mana ular mana keyingi yil shakllanyapti, mana ko'rdingizmi? Bittaliklari meva qilmaydi mana. Bu bittaliklar keyingi yilga meva qilmaydi bular. Nargi yilga qiladi, keyin 3-yilga. Ha. Keyin meva gulkurtni 2-3 ta chiqarganda qilishni boshlaydi. Endi keyin 4-yilda yana kesiladi. Mana o'sgan, yo'q kesilmaydi bu. Tek qo'yamiz. Uch tepaga qarab ketaveradi. Hech qanaqa kesish yo'q. Boshqa kesmaysizlar. Tarbiyalab olib shaqillatib olamiz u. Bo'ldi, shundan keyin tepaga qarab ketaveradi. Mana u bu yilga o'sish qilgan. 5-yilga o'sgan. 5-yil. Ha, o'sgan. Endi shuncha shox bilan tepasidan o'stirib bergan. O'sha daraxt sekinlayapti, ko'ryapsizlarmi? Birinchi yilda mana shuncha o'sdi, keyin kaltaroq, keyin ham kaltaroq bo'ldi. Endi undan keyin yana kaltalashib ketaveradi, meva olib turadigan bo'lsak bo'ldi. Endi 1 yoshlikda tagida gulkurtni chiqarishi mumkin. Hozir ishmagan, bahorda ishib qolsa gulkurtni bo'ladi. Mana shu 3 ta 4 tasi bo'ladi. Royalty yo'ga mana yergacha meva qorish mumkin. Shu yomon odati bor, ha. Shu odati bor. Xo'p, pastki qismidan oldik biz asosan mana shu mana 3-yilda o'sib chiqqanlar 4-yilda gulkurtni chiqardi, 5-yilda bular meva qildi. Bular endi mana o qismi gulkurtni chiqaryapti hozir. Mana e'tibor beradigan bo'lsanglar, mana bu yoqni qaraymiz, mana. Ko'rdinglarmi? Hammasi har xil chiqaraveradi. Mana bu yerda 3 talik ekan, bittasi barg. Bitta bargdan 5 ta 6 ta barg kurtaydan, qolgan 2 tasi mevali bo'ladi. Bu yerda yana 2-3 talik kurtaylarimiz bo'lsa, mevaga otadi. Va bittalik ekan. Bitta. Shoxni joylashishiga, quyosh yeyishiga qarab turib, gulkurtlar o'zgaraveradi. Daraxt bo'ylab chiqqan gilos Sizga aytganman mana. Haliga. Mana o'sha. To'ch. Ha, men 2,5 qilib ekdim. 4,5 2,5. Qattiqcha ketadi. Ana o'shab turinglar bunday qilib. Reklama uchun tasnifni egib, bo'yini egib ko'rsatib bersak ham bo'laveradi. Qaranglar. Birinchi yilda ekkan yili bir marta ketgan. Bundan keyin 1, 2, 3, 4, 5 ta chiqqan ekan, to'g'rimi? Bundan keyin tegmaganmiz. Ikkinchi yilda yana ketgan.